Bolalar otalarini qumga ko'mishadi. Bu deyarli uning hayotiga zomin bo'lishi mumkin edi. To'satdan plyajda chaqmoq chaqadi va sayyohlar hayotlarini saqlab qolish uchun qochib ketishadi. Shu payt qumga ko'milgan Jekning tanasi ostidagi qum toshdek qattiqlashadi. U o'zini qutqarishga harakat qiladi, lekin qum ichidan qon sizib chiqadi va qotgan qum tanasini teshib o'ta boshlaydi. Qutqaruvchilar voqea joyiga tezda yetib kelishadi. Vaziyatni baholashgach, ular Jek ustidagi qum chaqmoq urishi natijasida shishaga aylanganligini aniqlashadi. Jek ko'p qon yo'qotayotgan edi. Qutqaruvchilar ehtiyotkorlik bilan uning atrofidagi shishani tozalashga kirishadi va asta-sekin bo'yni ko'rina boshlaydi. To'satdan ular bo'yniga chuqur kirib ketgan shisha bo'lagini topishadi. Yaxshiyamki chaqmoq urishi natijasida Jekning terisida kuyishlar hosil bo'lgan edi. Bu esa vaqtincha qon ketishini to'xtatgan. Xo'sh, sizningcha qutqaruvchilar uni qutqara olishadimi? Jek omon qoladimi? Buni bilish uchun profildagi botga kino kodini yozing va kinoni to'liq tomosha qiling.